Assalomu alaykum hammaga. Sherxon Ustoz Live YouTube kanali kuzatuvchilari, anchadan buyon YouTube kanalimizga video chiqarmayotgandik. Bugun mana yangi video va yangi muhim yangilik. Ya'ni Cobalt'ning yangi pozitsiyasi MCM deb nomlandi. Farqlar anchagina, shu farqlarni birin-ketin ko'rsatib video qilamiz va ushbu videoda biz Cobalt Midnight bilan Midnight MCM ning farqlarini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lsa ketdik. Doimgidek biz Navoiy avtotexnik xizmat avtosalonida, xo'p, avtomobillar ichkariga kirgizilgan turibdi, tashqarida yangi Tahoe. Buni obzorini YouTube kanalimga joylaganman. Ko'rmoqchi bo'lganlar kirib ko'rsa bo'ladi. Bu yerda 10X test drive'lar bor, Tracker test drive'lar bor. Bemalol xarid qilishdan oldin haydab ko'rsanglar bo'ladi. Aytib o'tdim, bugungi videomiz Cobalt Midnight'ni o'sha yangi pozitsiyasi MCM pozitsiyaga bo'ladi. Xo'p, mana o'sha avtomobil Cobalt Midnight MCM yangi pozitsiya. Tashqi ko'rinishda biroz farqlari bor, asosiy farq ichkarida. Xo'p, avtomobilni oddiy Midnight bilan farqini aytib o'taman. Oldida eski Midnight'da mana bu oblisovka nikel bo'lardi, xuddi Style'day. Bunda black piano qilingan. Oddiy Midnight'da ham farlar xuddi shunday, diskalar xuddi shunday. Orqa fari ham oddiy Midnight'da ham faqat shunday bo'ladi. Faqatgina farqi mana bu past qismidagi qora detallar. Oddiy eski Midnight'da nikel bo'lardi, bularda qoraytirilgan. Avtomobil yili 26 TA harfi bilan boshlanishidan bilsak bo'ladi va albatta mana bu yerdagi birkadan bilsak bo'ladi 2026. Avtomobil ichini ko'rishingiz mumkin. Ichkarida eng yoqqan farqlardan biri to'liq qoraytirilgan materiali ham, plastik detallari ham, mana bu oyoq tegadigan plastik detallar ham, torpedkalar ham qoraytirilgan. Mana oddiy Style eski Midnight ham ichi xuddi shunday bo'lardi. Mana farqini ko'rishingiz mumkin. Chap tarafdagi qora, o'ng tarafdagi boshqacharoq, ochroq rangini, jigar bo'lib jigar emas, kulrang bo'lib kulrang emas. Torpedkalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Buniki qora qilingan. Tepadan svet tushib turgani uchun biroz torpedka bilinmayapti, lekin aslida qora. Va yana bir o'zgarishi, mana pol qismidagi material ham qora qilingan. Eskisida o'sha eskicha rangdan. Yana bir o'zgarishlardan bu o'rindiqlar. O'rindiqlar endi materialdan emas, Midnight pozitsiya MCM da kojadan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Kimga qanday, kimgadir koja yoqadi, kimgadir material yoqadi. Yangi Cobalt MCM da Midnight pozitsiyasida o'rindiqlar kojadan va tikish iplari kulrang rangda. Oq emas. Bir tomondan kulrang bo'lgani yaxshi, sababi oq bo'lsa, kir bo'lsa bilinib qoladi. Xo'p, tikishlari juda zo'r, cho'plari zo'r. Bu o'rindiqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Haydovchiniki. Men bir ikkita ko'rsatib beraman. Mana o'rindiqlari. Orqa o'rindiqlarni ham ko'rib ketamiz birdaniga. Telefonlarni yechib qo'yamiz, shu mijozlar, kuzatuvchilar ko'rsin deb. O'rindiqlar ko'rsatam. Orqa oynalar kuydirilgan, hay bu eskisida ham bor edi. Orqada karmashkalari qoldirilgan, narsalar so'p qoldirish uchun. Mana bu materiallar ham qoraytirilgan, mana eskisida boshqacharoq rang bo'lardi. Eski Midnight'da ham shunaqa bo'lardi. Endi haydovchi o'rindiq tomonidan o'tirib ko'rsatamiz. Avtomobil kaliti o'sha qolgan. Ichkariga o'tirib olamiz. Bu Midnight MCM ning ichi. Aynan Midnight MCM deb aytayapman, sababi Style MCM bilan Midnight MCM ning farqlari ko'proq, shunga adashtirib yubormaydi. Salon ichidagi farqlarga o'tamiz. Xuddi obshivkalarda rul qismi ham qoraytirilgan. Tabloni ko'rishingiz mumkin. Tablo o'zgargan. Eski Style'da ham, eski Midnight'da ham bunaqa tablo bo'lmasdi. Bu umuman yangi tablo. Tabloda tezlik, taxometr, benzin va monitorchada qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Rasxod motor ko'rsatadi to'xtab turgan mashinada. Tak, 3-4 oldin bilsanglar, metan yuradiganlar ko'p kerak bo'ladi. Bu yerda plastmassacha turadi. Ustini bitta bosib qo'ysanglar 0 bo'lardi. Bu endi elektronli bo'lgan. Yurgan masofa, endi bu hozirgi masofa emas. Mana bunisi masofa, men 0 qilib qo'ygandim. Endi buni bosib qo'ymaysizlar knopkachani. Shu yoqqa to'g'rilab, mana bu knopkani bir marta bosib tursanglar, tit qilib 0 qilib qo'yadi. Ya'ni o'sha
zapravkadan chiqayotgan paytda odatda mana o'zim ham shunaqa qo'yaman. Bu narsa knopkaga ko'chgan. Chek yonib turganiga aytib berasizlar, chunki mashina yongani yo'q. Mashina yongandan keyin o'chadi. Endingi farq rulda o'zgarishlar, cruise control va multimedia knopkalar. Cruise controlni shunday yoqib ko'rsak. Cruise controlni o'chirib yoqish mumkin. Pastga tortib ishlatishni boshlanadi. Bu 40 tezlikdan keyin ishlaydi odatda. Knopkalar sifati ancha yaxshi. Mana o'zimning Cobalt'imga ham cruise control qo'yilgandi. Keyin knopkalar sifati bunaqa yaxshi emas edi. Mana bu bosishlardan bilinyapti. Sifatli knopkalar ishlatilgani. Va odatda ko'chada ustiga qo'ydirsa mana bu yerlarni juda bir yomon qilib qo'yishadi. Bu zavod bo'lib turibdi. Pastdagi qism seri bo'lardi. Qora black piano qilingan. Endi detallay o'tsak bo'ladi. Black piano qilinganligi. Mana bu qism ham black piano qilingan, qora yaltiroq. Bundan tashqari mana bu detallar seri bo'lardi. Bu qora matvi qilingan. Menimcha matvi qilingan sababi bu yerga qo'l, kalit shunga o'xshagan narsalar juda ko'p tegadi. Glansiy element juda tez qirilib ketadi. Bu yerga matvi qilingan o'sha rangi uchib ketmasligi uchun deb o'ylayman. Va yana bir farqlardan biri salon освещение oq rangga o'tgan. Cobalt'larda bilsanglar, hammasi mana ko'kimtir rang bo'lardi. Hozir hammasi mana oq yonadigan bo'lgan svetlari. Bu yer ham ruldagi knopkalar ham yonadi. Hammasi oq rangga o'tgan. Keyingi o'zgarishlardan old ikkita o'rindiqda abagrev joriy qilingan. Xuddi yonib o'chishi Onyx Tracker'larnikidek bo'ladi. Ya'ni oldin Cobalt'da, eski Cobalt'da mana bu yerda bo'lardi knopkalari. Bular pastga ko'chirilgan. Avtomobil ichidagi vid mana shunday. To'g'risi menga ancha yoqdi, ayniqsa salonni qora bo'lgani, tashqaridan qora effekt beryapti. Ya'ni salonning ichi maksimal kamroq ko'rinadi. Hali taniroq ko'rsanglar, sonsash ko'rsanglar, menimcha umuman ko'rinmay qolsa kerak salonning ichi. Shu narsasi juda yoqdi. O'rindiqlarga o'tirish ancha qulay, yumshoq, chiroqlar galogenligicha qolgan, signallar o'ziniki qolgan. Shu o'zgargan narsalar tablo, multirul, multimedia display, abagrev, o'rindiqlar materiali, obshivkalar va polniy salon ichidagi plastik detallarni rangi o'zgargan. Oldi orqa oblisovkalar ham tashqi jihatdan. Farqlar ichida ko'zga ko'rinadigan eng katta farqlardan bu monitor. Monitori 7 dyum kattaligi. Qo'shimcha ma'lumotlardan MyLink sistemasida ishlaydi. Ya'ni Onyx, Tracker, Equinox, Maliblanka bilan deyarli bir xil, chunki ularning hammasi MyLink sistemada ishlaydi. Apple CarPlay bor, Android Autosi bor. Ya'ni telefonni kabel bilan ulag'anlaringizdan keyin yana qo'shimcha ma'lumotlar, informatsiyalar, karta, Yandex Muzika, Google Muzika, har xil narsalar chiqadi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ma'lumot o'rnida YouTube ko'rib bo'lmaydi. Zavodskoy chiqqan hech qaysi avtomobilni monitorda YouTube ko'rib bo'lmaydi. YouTube ko'rdinglarmi? Demak, u qanaqadir leviy yo'llar bilan YouTube ko'riladigan qilingan bo'ladi yoki video ko'riladigan qilingan bo'ladi. Bunga ham YouTube ko'rish imkoniyati birgina yo'li mavjud. CarPlay degan narsacha bor, ekranga rasmini chiqaraman. Shunaqa narsani sotib olib, mana bu yerga tiqib qo'ysanglar, monitorlaringiz Android monitor bo'ladi va xohlasanglar YouTube, xohlasanglar Play Market, Instagram, TikTok, Telegram, xohlagan narsani tashab ishlataverasizlar. Lekin zavodskoy holatda ko'rib bo'lmaydi. Motorda ham o'zgarishlar bor. Men ko'rgan farqlar: ikkita vanus dachik qo'yilgan, impuls dachik qo'yilgan, ABS sistemalar o'zgargan, ko'rishingiz mumkin. Tushunadiganlar bittada o'zi sezsa kerak farqini. ABS sistema o'zgargan, glavniy miya o'zgargan. Obshiq aytganda mana sizlarga o'qib beraman hozir. Uzatma o'tirsa to'liq ma'lumot bo'yicha yangi dvigatel boshqaruv bloki o'rnatildi, ya'ni o'sha miyasi, gaz taqsimlash va elektron boshqaruv tizimlari takomillashtirildi. ABS tizimi, xavfsizlik yostiqchalari va himoya funksiyalarini boshqaruvchi bloklar yangilandi, diagnostika moduli sezilarli darajada yangilandi. Umumiy hisobda hammasi bo'lib yangi modifikatsiyalarda, ya'ni shu MCMlarda 50 dan ortiq muhim komponentlar yangilangan. Motordagi o'zgarishlar bo'yicha sizlarga video ma'lumot qoldiraman. Ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men ismim Abdulaziz. UzAuto Motors Powertrain kompaniyasida 12 yil davomida faoliyat olib boraman va bugun biz sizlar bilan yangi Cobalt avtomobiliga qo'yiladigan yangi dvigatel haqida qisqacha tanishib chiqamiz. Keling endi yangiliklarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu oldingi Cobalt dvigatelimizga nisbatan takomillashgan varianti hisoblanadi va bu yerda asosan gaz taqsimlash mexanizmida o'zgartirishlar kirgizilgan.
Bu albatta bizaga yonilg'i sarfini tushiradi va avtomobilni yurish dinamikasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, demak, yana takomillashtirilgan jihati bu avtomobilga qo'yiladigan yangi tipdagi E64 elektron blok upravleniyasi bilan bu dvigatelimiz juda ham yaxshi chiqishadi va bu albatta bizaga uzatmalar qutisini pog'onadan pog'onaga o'zgarishini juda ham ravonlashtiradi. Uchinchidan, yangi texnologiyalarni qo'llash evaziga bu dvigatelimiz to'liq Euro 5 standartiga javob beradi va bunga yeger klapani o'rnatishiga ehtiyoj qolmagan. Xalqimizga ma'lumki, Cobalt dvigatellari eng ishonchli dvigatellardan biri hisoblanadi va biz bitta joyda to'xtab qolmayapmiz, takomillashtirishda davom etyapmiz. Tanlovingiz uchun kattakon rahmat. Videoda eshitganlaringizdek, avtomobil Euro 5 bo'lgan, oldinlari Cobaltlar Euro 4 bo'lardi. Ma'lumot o'rnida Tracker Onyxlar ham Euro 4, Tracker Onyxlarning Euro pozitsiyasi bor, o'shalari Euro 5. Ya'ni endilikda chiqayotgan 2026 Cobaltlar, Cobalt MCM Style ham, Midnight ham Euro 5 standartlariga javob beradigan bo'lib chiqadi. Bu zo'r. Avtomobil narxi 165 million 200 ming so'm. Chevrolet.uz saytidan olingan ma'lumotlar. Burada ham yozib qo'yganmiz. Tepadagisi 156 million 100 ming so'm. Bu Style pozitsiyani narxi. Style MCM. Midnight MCM. Kanalimizga yana bir video yuklaymiz. Bu videodan keyin xohlasa Style MCM bilan Midnight MCM ni farqlarini, ya'ni o'sha narxida farqi bor, bu narxdagi farqqa arziydigan qanaqa farqlari bor ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Avtomobil obzorini esa shu yerda yakunlaymiz. Menimcha sizlarga kerakli bo'ladigan barcha ma'lumotlarni berib o'tdim. Avtomobil bo'yicha sizga qandaydir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Savollaringizga maksimal javob berishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.